Assalomu alaykum, Oybek ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, YouTube foydalanuvchilari, chorva ishqibozlari, mana bunday xunajinda yagonalarini izlagan akalarim. Akalar, vodiyimning go'zal buzaklari uka, xudo xolisa aldanib qolishmaydi deb aytishyapti. Inshaalloh so'z isboti bilan bo'lar. Jigarlar ko'ringlar. Screenshot qilish uchun bir qator ko'rsataman. Orqa bosh quyunchlari keng variantidan oyoq qo'l uzun bor, ichimdan chiqib gapiryapman, bilib turgan bo'lsalaring akalar. Taklif qilaman. Nima deydi? Olinglar deb maslahat beraman akalar. Molni bor-u. Xudo xolasa sifatiga hammasi zo'r. Akalar, hammasi sifatiga ko'ringlar. Yaqinroq borib olaman. Ko'ringlar. Inshaalloh mana molda badan bor, bitta bu mol. Mas hamma moldi. Badanlarni ko'ringlar, mana yo'lbars terini akalar. Jimirlayapti-yu, mana badanni ko'ringlar. Yalt. Mana orqa stoygani ko'ringlar akalar, mana stoygani. Xudo xolasa bor-u, molda hamma taraflama kelgan, buni yelkalari, to'sh suyaklari deysizlarmi? Xudo xolasa akalar, 10 ta gapirgandan bor-u, narx to'g'ri kelsa akalar, mana bunday. Xudo xolasa o'zlarining xonadonlarida boqayotgan 100 talik variantlari ham aynan mana shu joyda molda gigantligiga e'tibor beryapsizlarmi? Xudo xolasa salkam 10 metr orqada turibman, lekin mol kadrga sig'dirib bo'lmayapti akalar. Xudo xolasa bo'ylari ham 1.30lar plus keladi jigarlar, molda lekin badanni ko'ringlar. Unda xudo xolasa tanishtirishga o'tamiz. Biz bugun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shovon qishlog'idamiz. Akalar, soniga keladigan bo'lsak, inshaalloh jami 9 bosh sotuvda mollarimiz chiqadi akalar. Ekran ustida nomerlar bo'ladi. Vodiy bo'ylab dastavkasi besplatniy bo'lar ekan. 7 ishchisiga bir hafta kafolati bo'lar ekan. Inshaalloh uka, biz musulmon odammiz. Allohdan qo'rqamiz. Bitta gapimiz uka deb aytdilar. Xudo xolasa so'z isboti bilan bo'ladi akalar. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum obunachi. Oybegiz, yaxshimisiz uka? Tinchmisiz? Aka, charchamay olib kelib oldingizmi? Qalay? Sog'lik joydami? Aka, lekin mollarda bor-ku, haligi mayli to'g'ri u mollaringiz hali puli arzon, lekin ular qandaydir qaysidir jihatdan salab suyak pastlik bor, lekin hozir mollar obunachilarga yoqadigan mol olib keldim. Sifatiga, boshqasiga xudo xolasa. Aka, kimga bo'lsa sifatli mol beravering. Hozir 200 mingga 300 ming qimmat deyshadi, lekin sotganda mazasini qilganda, otasiga rahmat ashunda shu bola menga mana shuna mol beruvdi, uzungina oyoq qo'li polvon deb rahmatini aytib qo'yishadi. Aka, bugun narxlar nima bo'ladi aka? Narxlar xudo xolasa yengil, o'ta yengil bo'ladi. Bo'ldi, bo'ylarichi? Bo'ylari mana 1.5 plyusga olishadi-da. 1.5 plyusga eng kattasini olib, bir dona mana shu ozgina kichkinaroq bor. 1 metrga ozgina kamayapti, mana ular hammasi 1 plyus. Hop, akalar, mana nima o'shanda konkret? 8 tasi bitta bo'ladi, xudo xolasa. Aka, bu bo'yi 1.2 mi? Nima demoqchi? Yo'q, 1 metrga ozgina kamayapti. Ha, 1 metrga ozgina kamayapti, lekin kachohligi, qo'polligidan 1 metrga men oshiq deb o'ylabman. Mana ular qolganlari o'sha 1.3, 1.4, 1.5 shunaqa variantda. Bitta mana o'zi 1.5 plyus variant ekan, 1.7 deysizmi hali? Akalar, o'lchab oldilar videoni qisqaroq qilish uchun. Aka, bunday. Bitta narxni yoring. Oldin shuni, bo'ldi. Oldin hop, akalar yechib ko'rsatishar ekan. Ikkitasi ko'rsatib qo'yilganligi mol orasida ko'rinmasligi mumkin-da. To'g'ri, lekin hammasi shunaqa bo'ladi, xudo xolasa. Xudo xolasa qolgani. Akalar, mana molni inshaalloh ko'ringlar go'zalligini jigarlar. Mashalloh, mana uni akalar. Molni uzunligini ko'ringlar, Aka, bu joyda mol ko'rinmas ekan. Zinachi beyda olgan odam yutar ekan. Nimaga demaysizmi? Hozir bu molingiz hali umuman ko'rinmay turibdi. Molni ko'ringlar, akalar, mana uni. Orqa bosh hammasi o'zi bilinib tur. Mana uni bu jonivordi, akalar. Bu bilmayman nima deyapti bu yo'lbars terini. Mashalloh, aka. Bor-ku, gap yo'q. Molingiz imunday mana shu yo'lbars terisi o'ta nomeradin aka. Bor, oy jonivor. Mashalloh, akalar. Bu rasa maqtab endi ko'ynimga o'tirib gapiryapman-da. Siz haliga Elyor aka, endi hozir bu gapirdi deb o'zingizdan havolanib ketib, 10 ushlab olmagan odamning yuragini siqib. Narx yengil bo'ladi. Yo'q, bitta narsada gap bu yerda bir qandaydir hali panika qilish boshqa ketgani yo'qda, bitta shaffoflikni imkon qadar ta'minlay aka. Misol uchun meni videomni ko'rib olayotgan andijonlik ekan, farg'onalik ekan, namanganlik ekan, kim olayotgan bo'lsa, shaffoflik u taraf ham bo'laydi, videoni ko'rib, uka men taraf ham bo'lyapti desin. Haligiz faqat molim unaqa ekan demang. Insof, foyda qilmang emas, ziyon ham qilmang.
oshiqcha foyda ham qilmang. Sunnatga muvofiq ish qiling. Oybekjon, mana mollarni qarang, bitta qarab qo'ying mana shu mollarga. Aka, bozordan yengil sotamiz. aka bitta emas 10 ta qaradim. Narxida nima deysiz? Hop, narxini Oybekjon, mana uni 9 million desam ham bo'laveradi, yarishaveradi. Hop, 9 million demayman obunachilarimiz Oybekjon. necha pul deysiz aka? 9 millionga 100 ming emas 800 mingdan kam berishsa, Qanchadan bo'ladi shunda? 8 million, 800 mingdan. Bir joyga 8 tasi bir joyga olaman degan obunachilarimizga. Aka, bitta gap gapiraman. Endi bir joygalik otam yutadi-yu, endi balkim eshitib turishgan bo'lsa, otasiga rahmat deb yozib qo'yishadi. Aka, bunday xaddim siqib 8 ta molga yana 100 mingdan 800 ming so'm pul so'radim. Nima deysizlar aka? 8 million 700 ming so'mdan bo'ladi, hammasi bir joyga bo'ladi. Mashinasini sotib qarab turgan akalar bor. Aka, o'ylanmang, ey. 100 ming so'm kamroq qilasiz, mayli qo'ying. 100 ming so'm, misol uchun mashincha moldan 100 mingdan foyda qilsangiz, 800 ming foyda qilasiz. 150 mingdan qilsa 1 million 200 ming. To'g'ri, rasxoti bor. Uni o'zingiz bilasiz aka. Buni ichida yurgan odam biladi. Keling mana uni. Bera oldingizmi aka? Yurakdan chiqib mart savdo qilsa 300 mingni o'tib beraman. Gap yo'q. Bobar aka. Akalar, Lekin boru ichimdan chiqib gapiryapman mana shuni. Boru xudo xolasa akalar, bo'ldi, molingizni maqtavdim. Menlar aka mol zo'r. korpusiga bitta Men o'zim aytib turibman. Molni maqtamayman, mol o'zini Yo'q, o'zini o'zi maqtayapti mol. O'zi mana videoda ham u borliq narsa. Hech qachon misol uchun mana shu molni yoqtirishsa, prosta o'rniga oq mol yo sariq mol berib olmasangiz bo'ldi. Endi qo'pol qilib aytganda-da, shu mol agar uyga yetib borsa, hech kim norozi bo'lmaydi. Mana semental tonga o'xshagani-yu, hammasi. Mashina urib qo'ydirganman dedi mashina. Bu ham uzun narsa. Endi hammasini yechib ko'rsatgani vaqtimiz to'g'ri qisqaroq qilaveraylik, lo'ndaroq qilamiz. O'zlariga tashlab beraverasiz. O'zlariga chiroyli qilib bitta orqa boshidan, kallalardan, hamma yo'g'idan tashlab beraman. Bo'ldi, gap so'zi. Aka, kun qahramoni bor ekanmish. Dehqonchiligingiz. Dehqonchilik bor Oybekjon. Ozgina mablag' kerak bo'lib qoldi, o'shanga Mashalloh. Aka, oshda daromadim bo'lsa buni oladigan, uni ko'ringlar, jonivorda, jigarlar. Firminoy baldaqlari bilan turibdi. Mashalloh, molni his qilyapsizlarmi? firmada olingan Oybekjon. Bo'ldi aka, bitta yechib iloji bormi yo juda jitiranglaveradimi? Yangi yechib iloji bor. Endi o'ta badalli ekan deyman. Desa bormi? Yelinlarni ushaversangiz mol iyil beradi, ishonavering. Yo'g'i? Ha, вообще sigir qiladigan mana. Akalar, yelar ekan, bo'yi ham bilmayman, shiftda keladi, lekin mol o'shanda ham mana ko'ring. Yelinlari ham uzun akalar, ko'ringlar, likkilla o'ynab turibdi. Yelinlari ham. Mana akalar, ko'ringlar, baqa aytganda o'sha Bitta orqasi, orqa boshidan bitta aylantirib ko'rsatib turamiz. Qolganini. voy, jonivor, jonivor. Ayiq. Nari mollo buni yonida yarim to'p qolyapti-yu. Tek jonivor. Aka, Oybekjon, bir joyda. tushundim. Aka, biz juda yaxshi tushunib turibmiz, lekin molni bu bedanga tek jonivor. Tek jonivor. Akalar, Ilyor akam iplanmayapti. Iloji bo'lsa ikki tarafdan tortib turinglar. Akalar, mana uni ko'ringlar. Aka, buni bo'ylari necha? 130 olishsin. 130. Mashalloh, mana moldi akalar. Nima deyapti? Tek jonivor, tek. Akalar. Sal kallasini qaytaring, mana ko'rinsin, ana handay. Mashalloh akalar. Mol nimaga o'ynab qilyapti? Bir joyda turganda. Ha, hansiratib beribdi o'zingizni ham. Endi katta narsa, to'g'risi boshqarish ham ozgina narxlar. Aka, molingiz bor-u. Tiloji sarflashga. Bor-u, sigir. Orqalari ham o'zimda kunjarani bayava yeb turganman. Ha. Akalar, ko'ringlar. Qisqasi mehr tushgan moldan deng. Narxchi aka. Sigir qilaman degan akalarimizga tavsiya qilib qolamiz, ko'rsingizda. Sigir qilaman degan odamga tavsiya qilamiz. Va aka, buni bor bitta narsasini aytaymi, agar mana shu to'nigachi qoralar ishni semental olib qolganda bu sigir 50 milliongacha yutib qolarmidi? Hozirgi holatida ham mana korpus bor, semental yutib qo'yapti-da. Yutadi, to'g'ri lekin. Korpus Baliqlik yutib qo'yadi. Mana mol tepasini ham ko'rsataman. Mana ko'ringlar, dumba sovargan akalar molni. Yaxshi aka, 10 marta maqtagan ham bitta narxini eshitaylik. narxi ham yengil bo'ladi. 100% javob beraman, gibrid firmada olingan mana, firma. O'zingiz olib kelib qancha vaqtingiz aka, agar sir bo'lmasa? 5 oycha vaqtim. 5 oycha. O'zingiz ham chakana pulga olmagandirsiz. O'zim ham ishqibozib Ha. olganman, to'g'risiga. Aka, ishqibozib olgan bo'lsangiz, effekt sezdingizmi, sezmadingizmi? Do'stona aytingchi. Takomni sezdim. Mol o'sish bor, o'zimiz oddiy mollardan qanday tez bo'lar ekan-da buniki. O'zgarishga yaxshi bo'ldimi? Vallohi olami, o'zgarish vashkan kerak.
narxini bitta ayting aka. Hop, narxini mana shu holatiga semental bo'lib qolsa, falon pulni berishadi, o'smindan kelishadi, ha. Men unaqa narx aytmayman. Hop. O'zim ham arzon pulga olmaganman o'ydim. Hop. Kimgadir qimmat, kimgadir arzon. Ishqibozi biladi o'zi. O'zi biladi. Ovqat yeb turishni ko'ringlar akalar. Hop, buni narxini Oybekjon 28 yo'q narx 27 26 million 500 ming berishadi. Vodiy bo'ylab dasturkashni yetkazib oladi. Vodiy bo'ylab dastavkasi besplatniy. Toshkentlik akalarim va obunachilarim Chinnozdan, Aydan Baydan juda toshkentlik akalarim ko'p ekan, savdo toshqingan bo'lyapti ekanda. Toshkentlik akalarim uchun, Samarqandlik akalarim uchun, umuman O'zbekistondagi meni obunachilarim uchun nima deymiz? Qashqadaryoda obunachilarim bor. Oybekjon, Oybekiston chiqdim deysa-da, mirasa qilib kelishamiz tog' yog'iga. Vodiy bo'ylab besplatniy o'zimni. Mashina bir tashlab beraver, az bitta mashina aka gaplashsangiz 1 million normal summa aytaveradi-da, dastlabkasiga. Molam kichkina narsa emas akalar, bir mashina bo'ladi. Zaynat qiladi, xotirjam. To'g'ri. Yarmini hech bo'lmasa. Yarmini zaynat qiladi. Aka, narx 26 million 500 ming so'm. 26 million 500 mingga telefon qilishadi. Kami bo'ladi. Kamini chiroyli qilib o'zlariga o'tib beradi. Gap so'zi. Akalar, aytilgan narx muhim emas. Inshaalloh qo'ldan kelgancha yengillatib beriladi. Endi bu molni ko'rib, bu molni ko'rsalaring o'ziga dunyo bo'lib qolasizlar, lekin narxida farqi bo'ladi akalar. Lekin monomonlar bir joyga olaveringlar. Bir oy boqinglar, xudo xolasa, normalniy foydasi bo'ladi. Nimaga aka, o'ta yengil qo'ydilar. Korpusi ham, uzunligini ham chiqarib ko'rganda ko'rsatdi akalar. Mollar konkret, mana molni ko'ringlar. Olaman degan akalarimizdan telefon qilishaversa, endi Ha, plus minusi bor akalar. Mashalloh. Alloh subhanahu va taolo har birimiz chorvamizga, molimizga, jonimizga baraka bersin. Mana bunday chorva ishqibozlariga akalar, xudo xolasa baraka tilab qolamiz. Akalar, Elyor akamdan bo'lmasa, boshqa odamdan bo'lsa ham olinglar, sifatli mol olinglar. Chorva hozirgacha kunduzda hamma insonga foyda keltiryapti. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar akalar.